Ogoh bo'ling, yomon xabar tarqaldi. 4 vatandoshining o'limiga sababchi bo'lgan o'zbekistonlik haqida shoshilinch va muhim ma'lumot e'lon qilindi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. O'zbekistonda va xorijda ro'y berayotgan eng so'nggi va muhim ma'lumotlardan doimiy xabardor bo'lmoqchimisiz? Hoziroq 3:5 uz kanaliga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting. 48 yoshli O'zbekiston fuqarosi Shavkat Jazilov sud tomonidan umrbod qamoq jazosiga hukm qilindi. U 2024-yil may oyida Bayteker tumanida 4 nafar vatandoshining o'limida aybdor deb topildi. Bu haqida Kaztag nashri xabar berdi. Maxsus tumanlar aro jinoyat ishlari bo'yicha sud 48 yoshli O'zbekiston fuqarosi Shavkat Jazilovga hukm e'lon qildi. 2024-yil may oyida Bayterik tumanida dahshatli jinoyat sodir bo'ldi. Yong'in natijasida 4 nafar O'zbekiston fuqarosi halok bo'ldi. Yana biri kuyish jarohatlarini olgan. Sud hukmiga ko'ra Shavkat Jazilov bir necha odamni o'ldirishda aybdor deb topildi va unga umrbod qamoq jazosi tayinlandi, deyiladi xabarda. U mavsumiy ishlashga kelgan bo'lib, jami 15 nafar muhojir birgalikda vaqtinchalik turar joyda yashagan. Fojia 2024-yil 9-may kuni yuz bergan. O'sha kuni ishchilar ulardan birining tug'ilgan kunini nishonlagan. Ish materiallariga ko'ra, Jazilov vatandoshlariga nisbatan ziddiyatli munosabatda bo'lib, ularga bolta va ketmon bilan tahdid qilgan. Navbatdagi mojarodan so'ng u binodan chiqib, hozir hammaning jonini olaman deb aytgan va yoqilg'i solingan konteynerni olov yonadigan plataga uloqtirgan. Tez alangalangan yong'in yengil yonuvchi materiallardan qurilgan uyni butkul qamrab olgan. Natijada 4 kishi halok bo'lgan, yana bir kishi kuyish jarohatlari olgan. Jabrlanuvchilar sud jarayonida onlayn ishtirok etgan. Ular fuqarolik da'vosi bildirmagan, biroq Jazilovga umrbod qamoq jazosi berilishini va u O'zbekistonga qaytmasligini talab qilgan. Aks holda o'zlari jazolashlarini aytishgan. Jazilov esa aybni qisman tan olgan. U kansterda benzin emas, suv bor deb o'ylaganligini ta'kidlagan, ammo sud bu versiyani rad etgan.